Bu hashamatli inshootni qurishga 22 yil vaqt va 22 mingdan ortiq quruvchi safarbar etilgani hech ajablanarli emas. Hojimahal Bobur Shoh nabirasi, Akbar Shohning nabirasi, o'sha paytlardagi Hindiston hukmdori Shohjahon buyrug'i bilan barpo etilgan bo'lib, asosiy vazifasi mavzoley hisoblanadi. Ya'ni Shohjahonning o'zi va uni rafiqasi Mumtoz Mahal uchun mavzoley vazifasini o'tab beradi. Ko'rib turgan naqshlaringizni hech qaysi biri uchun islomiy kalligrafiya bo'ladimi yoki geometrik naqshlar bo'ladimi? Hech qaysi biriga bo'yoq ishlatilmagan ekan va har bitta detal alohida marmar toshdan tayyorlangan ekan. Toj Mahalga kelar ekansiz, uni go'zalligiga, mayda-mayda detallargacha qaratilgan e'tiborga va naqadar simmetrik ko'rinishda ishlanganligiga guvoh bo'lib, haqiqatan lol qolasiz va nima uchun zamonamizni 7 mo'jizasidan biri deb ta'rif etilishiga amin bo'lasiz.